Assalomu alaykum qadrdonlar. Vodiyga yetib keldik. Vodiydagi mana to'yxonamizni hovlisi ancha tayyor bo'lib qoldi. Kirganimizdan keyin shunaqa manzara. Ortiqcha detallar yo'q, skromniy qilib lyustralar endi qo'yiladi. Xo'p, kirganimizdan keyin mana shunaqa holatda. Pardalar endi ilinadi. Hozir lyustra yig'ish jarayonida. Mana shu tanlagan lyustramiz endi terib chiqilyapti. Bu o'sha artistlar uchun, narigi tomonda kelin-kuyov uchun. Bu yoq tomon to'liq parda bo'ladi. Shunaqa holatda. Nolisi tez kunlarda tayyor bo'lib qoladi. Bu yoqda ham shu balkonlar bor, kabinetlari bor. Kirib kelgandan keyin chap qo'ldan bundoq chiqib borsa bo'ladi. Nolisi ancha tayyor bo'lib qoldi. Izohlarda fikrni yozib yuborasizlar. Ortiqcha hech qanaqa detal yo'q, skromniy chiqdi. Ko'rishingiz mumkin. Bitgandan keyin nasib bo'lsa yana obzor qilamiz.